Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi xotira kechasi ishtirokchilari. Men Kamina marhum birinchi prezidentimiz Islom aka Abdug'aniyevich Karimov bilan 1998-yildan 2001-yilgacha din ishlari bo'yicha davlat maslahatchisi sifatida birga ishlaganman. O'sha yillar, o'sha onlar, o'sha suhbatlar hech qachon xotiramizdan chiqmaydi. O'sha yillar juda og'ir yillar edi. Ayniqsa mustaqillik ne'matiga erishganimizdan keyin bu ulug' ne'matni hazm qilish oson bo'lmagan. Har xil fikrlar, g'oyalar maydonga chiqqan. Muxoliflar paydo bo'lgan. Shunday ulug' tajribali davlat rahbarlariga aql o'rgatadigan, yo'l yo'riq ko'rsatishga harakat qiladigan oqimlar ham paydo bo'lgan. Juda og'ir yillar edi. Men o'sha birga mana shu prezident devonini oldingi binosida ish boshlaganmiz. Keyin bu Oqsaroyga keyin ko'chdilar. 1998-yil o'sha kabinetimda o'tirganimda birdan chaqirib qolardilar. Abdulaziz kiring. Xo'p. Shunaqa chaqiriqlari ko'p bo'lgan. Alohida menga o'zlarining dil izhorlarini bayon qilardilar. Lekin u paytda aytardilarki, hozircha bu gaplarni boshqalarga aytmay turing. Meni dilimda saqlab yurgan armoniy gaplarim bor. Meni to'g'ri tushunmaydiganlar bor. Biz ham Xudo xolasa islom g'oyalarini tiklashga, kelajakda diniy milliy qadriyatlarimizni to'la tiklashga erishamiz. Lekin bunga shoshilib bo'lmaydi. Mana Afg'oniston, mana boshqa ba'zi nimalar islom davlati deb nomini e'lon qilgani bilan nima bo'lyapti o'shalar? Chunki islom dinini haqiqiy ta'limotini yaxshi tushunmagan. Shuning uchun biz mana shu muqaddas islom dinimizning ta'limini yaxshi tushunish uchun kelinglar. Mana shu bir Toshkent islom universitetini ochaylik dedilar. Shu hamma mana shu maslahatchilarni chaqirib turib bir kuni hech kim xayoliga kelmagan. Bu kishini diliga Alloh taolo soldida Toshkent islom universitetini ochaylik. Muqaddas islom dinini sof ta'limotini o'rganib boshqalarga ham, xalqimizga ham yetkazaylik. Bu siz quruq o'zini e'lon qilgani bilan biz musulmonmiz, biz islom davlat degani bilan uni ma'nosi bo'lmaydi. Nimalar bo'lyapti mana Afg'onistonda yoki boshqa joylarda. O'shalarda bir bichasini ushlab gaplashib ko'ring, islom dinini qanchalik tushunadi dedilar. Mana shunaqa nimalari ko'p dil izhorlarini aytardilar, o'zlarini armonlarini gapirardilar. Shunday bir zamonda biz ish qilyapmiz, og'ir juda murakkab. Abdulaziz, siz meni to'g'ri tushuning. Meni iymonim mustahkam dedilar. Men aytardimki, Xudo xolasa sizga oxiratda Alloh taoloning oldida guvohlik beraman. Sizni iymoningiz komil ekanligiga deganman. Shuning uchun mana ana shunday g'oyalar davom etyapti. Mana hozir 2 yildan beri aynan o'sha sobiq birinchi prezidentimizni qilgan orzu istaklari sekin-sekin mana amalga oshyapti. Ya'ni dunyoda ham moddiy, ham ma'naviy, ham ruhiy jihatdan yuksak taraqqiy etgan mamlakatga aylanib boryapmiz. Ilohim ko'z tegmas. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana Abdulaziz Mansurni so'zlarini eshitdingiz. Karim bilan juda qalin bo'lgan ekan. Shuni ko'p joyda aytib yuradi-da. Odam do'stini dinida bo'ladi-da.
misol uchun o'rislarda ham aytib qo'yadi. Do'sting kimligini ayt, men seni kimligingni aytib beraman deydi. Islomda-chi, islomda. Islomda aytadiki, kimni yaxshi ko'rsang, qiyomatda o'sha bilan tirilasan deydi. Ya'ni do'sting bo'lsa. Mana eshityapsizlar, Islom Karim bilan juda qalin o'rtoq bo'lgan ekan. Islom dinini tikkalashga shuncha nima deb qo'yadi. Juda xohlagan ekanda. Shuni deyapti. Endi Karimov kim u? Abdulaziz Mansur kim? Karim kommunist bo'lgan, bilasizlar. Kompartiya mana bu dinsizlardan, ateistlar, ya'ni Xudoni yo'q deydigan bo'lgan. Shu Lenin eng katta shunaqa xudo urgan nima bo'lib, shu nima kommunistik partiyani tuzib, o'shanda mana bu musulmonlarning mullalari yo'q, o'rislarning popi yo'q. Mana bu nima qilib yurgan qanaqa nomi din bo'lsa hammasini qilib tashlaganda. Mana endi o'sha kommunistik partiyaning maqsadi nima edi deganda, biz bu dinni butunlay yo'qotib yuboramiz degan. Yo'qotish bo'lmadi. Biz butun dunyoni qo'lga olamiz dedi. Yo'q, 70 yilda yo'qolib ketishdi. Shundan keyin mana kommunistlar ham hammasi nima bo'lib qoldi? Avvalgi narsasini kommunistligini ham deb turganlar bir pasda bir tumalab demokratga aylandi. Ular o'sha mahalda kommunistlar mahalda ham o'g'irlashardi. Keyin endi rosa katta o'g'irlaydigan bo'lib ketdi. Mana ko'ryapsizlar hozir. Qirg'izistonda etdagi boshqa video qilib chiqarib beraman, shunda ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa rosa o'g'irlashyapti. Endi mana bu nima eshitib turibsizlar. Nima gaplarini juda yaxshi ko'rar ekan nimani? Karimni. Karim ham bu yo'lda yaxshi ko'rgandan tez-tez chaqirib turar ekan. Endi mana shu ikkov odam qiyomatda birga tirilishadi. Birga endi Allohning oldiga mana birga boramiz deb aytayapti, demak birga borar ekandan. Borib Islom Karimni iymoni to'g'risida men guvohlik beraman deyapti. Alloh o'sha guvohlikni nima qiladigan bo'lsa, qabul qiladigan bo'lsa, ikkov to'ppa-to'g'ri jannatga kirib ketdi deyvering. Endi Hoks o'sha yo'q, bu iymonsiz edi deydigan bo'lsa, unda bu nimani do'st, ikkita do'st bir yoqqa ketadi-da. Alloh to'g'ri aytding, buni iymoni baquvvat shunaqa edi desa jannatga ketishadi. Yo'q, bu kommunist edi. Shunaqa xotini ham o'ris edi, cho'chqa go'sht yegan, shunaqa olgan. Hozirgi mahalda qizlari ham bitta qizi O'zbekistonning 5 milliardini o'g'irlab shu xalqni nimasini yegan, haqini yegan. Nevarasi bir fohishadan 5 metre o'tib ketgan. Qizi nimasi bo'lsa shunaqa deb turib bu nimani Karimni do'zaxga kirgizadigan bo'lsa, Abdulaziz Mansur o'sha kirgizib yuboradi. Billalashib. Endi Alloh to'g'ri aytdingiz, bu odamning iymoni bor edi. Qizi to'g'ri, qizlari endi bundaqa buzilib ketgan edi-yu, lekin o'likdan tirikni chiqaradi, tirikdan o'likni chiqaradi degan. Otasi yaxshi edi, endi bu pritin o'g'irlamagan edi. Qizi 5 milliard o'g'irlab qo'yibdi. Nevarasi endi fohishadan 5 metre turib ketibdi. Ota bola uchun javob bermaydi deydigan bo'lsa, endi Abdulaziz Mansur ikkovi jannatga kirib ketadi. Endi shuni hozir endi nasa desang, birinchidan o'zi aytish ham to'g'ri emas. Aytish ham to'g'ri emas. Aslida shuni Alloh yechib qo'yadi. Ko'rdinglar mana. Abdulaziz Mansurning shu gapi. Endi sizlar shunga o'zingizlar baholarni berib ko'ringlar. Qaysi tomonga ketishini bir o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Ehtimol fikringlar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Men misol uchun shu Karimovni musulmon shu aytgan gapiga ishonmayman. Sababi o'zi uylanishdan ham 2 marta xotin olgan, 2 o'ris olganda. Musulmonni yoqtirmagan. Endi yana u yoqni Alloh biladi. Mana Abdulaziz Mansur bo'lsa shu yerda chamamda yolg'on gapirdi, kim deyapman. Agar sizlar qaranglar,
meni gapim noto'g'ri bo'lsa, gapingiz noto'g'ri dersizlar. Bo'lmasa boshqa fikrda aytarsizlar. Shunga mana bu kommentariyada yozib qo'yasizlar, nima fikringlar bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatulloh.